Assalomu alaykum hammaga aziz obunachilar. Bugun bizda yana video. Bugun brammalarni va kulangilarni videosini oldik. Bugungi video uyimizdan bo'ladi. Bu yerda svetli brammalarimiz. Bu dakan xuruzimiz mayskiy. Juda 1-2 marta qichqirdi o'zi. Brammalarimiz. Keyingi katagimizda yaponka oddiy tovuqimiz. Qiziqqanlarga sotiladi. Tovuqimiz ham 100 ming so'm, yaponka ham 100 ming so'm. Yaponka xuruz. Qiziqqanlarga sotiladi. Mana keyingi katagimizda dakanlarimiz. Mana bu xo'roz Andijondan kechasi yetib keldi. Zotlari ishonchli. Hozir makiyolaga hozir qo'shib qo'ydik. Hozirgi xuruz shularning ham tanasi. Hozir endi uni o'qib brammaning oldiga tashlab, ana kecha xuruz keldi. Bu ham mayskiy. Endi 1-2 marta qichqirdi bu. Makiyalarimiz nasibsa. İşonchli. Bedanapar koreys makiyonimiz. Kul, otasi Koreya, onasi Ganoy, kul. Turk makiyonimiz. Xuruz ham koreys xuruz. Koreys makiyonimiz gigant. Shularni arasiga qo'yib edik xuruzimiz nasib bo'lsa. Hozir ikkita xuruzni bekorchi qildik. Shu 2 minut, 3 minut kommentariyada Telegram silkasi bor. O'shanga o'tib ko'rib qo'yasizlar. Hozirgi xuruz mana shu xuruzni 2-3 minut bekorchisi bor. Bugungi video tugadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Aziz obunachilar, shu bizning Telegram kanalimiz bo'ladi. Jamshidbek dakanlari deb yozsangiz chiqadi. Mana shu kanalda xuruzlarni bekorchilarni tashlayveramiz.